Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysı joylaridagi muhajiratda yashayotgan Sharqi Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyoda yüz minglagan a'zosi bo'lgan Milliy ko'rish tashkiloti biz Dunyo Uyg'ur qurultiyining rahbarlari bilan aloqalash orqali dunyoning butun başkent poytaxtlarida Germaniya başta Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hamburg ve onun başka Amerika, New York, Kanada, Avustralya, Norvegiya, Şvetsiya, Finlandiya, Angliya, Fransiya, Belgiya, Gollandiya, Avustralya qatarlıq nurgun devletlerde Uygurlarını qollaş ve Xitayning hazırki Uygur Müslümanlarına karşı elip beriyotgan vahşi qirg'inchilik siyosatiga karşı namoyish o'tkazmoqchi. Shuning uchun biz her qaysi davlatlardagi qurultay qarmog'idagi ve başka qurultay bilan hamkorlik qilishib xizmat qilayotgan tashkilotlarimiz bilan aloqalashib, ular orqali aşağıdaki Milliy ko'rish tashkilotining sho'ba tashkilotlariga hamkorlashib, birlikte bu namoyishga qatnashishga ularga biz tavsiya qildik. Shuning uchun biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi shuni murojaat qilamizki, butun dunyodagi qarindoshlarimiz shu o'zi turayotgan davlatlardagi yerlik tashkilotlar orqali bu Milliy ko'rish tashkiloti o'tkazayotgan bu namoyishga aktiv qatnashinglarni talab qilamiz. Aziz qarindoshlar, başka bizning qarindoshlarimiz, Türk qarindoshlarimiz ve başka Müslüman qarindoshlarimiz ve başka inson so'yar dunyo xalqi bizga hissashlik qilib, her yerde, her xil shaklda Xitoyning hozirgi millatimiz ustidan olib berayotgan vahshiy qirg'inchilik bulupmu lagerga solib elib, ularni assimilyatsiya qilish siyosatiga qarshi nihoyatda keng ko'lamda Xitoyga qarshilik namoyishi o'tkazayotdi. Biz albatta Sharqi Turkistonliklar, biz Uyg'urlar uchun o'tkazayotganken, biz albatta ularni qo'llashimiz, biz balki aktivlik bilan ularning oldiga chiqib, biz bakroq Xitoyga qarshi o'zimizning vijdoniy va iymonli burchimizni ado qilish bizning dini ve milliy majburiyatimiz. Shuning uchun har qaysi davlatlardagi qarindoshlar shu Milliy ko'rish tashkiloti uyushtirgan namoyishlarga aktivlik bilan qatnashib, o'zlarining Xitoyga bo'lgan noroziligini qat'iy turda ifodalashinglarni va namoyishga aktiv qatnashib, shu vatanimizdagi izilayotgan xalqimizga bo'lgan hissdoshliginglarni ifodalashni talab qilamiz. Andan keyin Cuma günüsü birinci islah Milliy ko'rish tashkiloti bütün o'ziga tava masjidlarda, camilerde bizning Sharqi Turkiston musulmonlariga atab xutba o'qimoqchi, duo qilmoqchi. Shuning uchun har qaysi davlatlardagi qarindoshlarimiz imkon qadar Milliy ko'rish tashkilotining jamilariga berib namoz o'qib, shular bilan birlikda duo qilishinglarni talab qilamiz ve ertesi ikincisla yukarıda deyilgendek namayişka aktif qatnashib berishinglarni talab qilamiz. Rahmat, Allah hammalardan razı olsun.